Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Biz sizlar bilan elektr avtomobil mashina bozorlariga qisqacha avtomobillar haqida ma'lumot berib o'tamiz va sizlarga narxlar bilan tanishtirib o'tamiz akalar. Kanalni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta podpiska va like tugmasini bosishni unutmang. Biz ham boshladik. Birinchi bo'lib endi narx tomondan boshlab sekin chiqamiz akalar, chunki havo quyoshli. Xitoyliklar o'zidan kelib avtomobil xarid qilasizlar. Mana shu bratimiz biz boshlig'imiz bo'ladi akalar. Arzon narxda moshtalarda xullas qilib beramiz. Birinchi bo'lib Lip Motor C16 avtomobilimizdan boshlaymiz akalar. Ikkinchi paytda top opsiya bu nomilarga chiqadi akalar. Poligonga borish kerak bo'lgan avtomobil. Xolasanglar, notariusligi ham bor. Qoraga oranjoviy 31500. Bunisini narxiga keladigan bo'lsa, nomiga chiqadiganda 30500. Ikkinchi paytda top opsiya akalar. 3 yillik zasi oshgandan keyin. Bugunchisi 2025-yil 19-iyun akalar. Keyingi avtomobilimiz Lip Motor Bion. Ko'pchilikda bu avtomobil hozirda mavjud emas. Narxiga keladigan bo'lsa 24 ming, narxga olmoqchi bo'lsanglar yana ozgina kelishtirib beramiz. Sizlarga avtomobilda orqalarini ko'rsatib o'taman. Bu 530 kilometrgacha masofani bosib o'ta oladi. Lip Motor C10 avtomobilda 10 chiqqan mashina, mana ko'rib turganingizdek Bion. O'zim shaxsan minib ko'rdim. Salgina jo'skiroq ekan. Orqaning kengilari ham Lip Motor C10 dan keyin ancha torroq. Menimcha Lip Motor C10 yaxshi edi. Lekin narxi buning 24 ming dollar. Keyingi avtomobilimiz BYD Yuan Up avtomobili. Bu probegli Xitoyda yurgan, test drive'da yurgan avtomobil. Buni narxiga keladigan bo'lsa 20 ming dollar. Naqdga olmoqchi bo'lsanglar yana tushib beramiz akalar. 3-paytda top opsiya eng full variant akalar. Keyingi avtomobillarimiz Dongfeng akalar. 008 avtomobil akalar. Keyingi mashinamiz akalar Dongfeng 008 Ultra Pace eng full rushkasida polik zaryadkalar bilan bu mashinalarimiz narxini 31800 dollardan qilib beramiz akalar. Bu mashinamizga 1 yil garantiya, o'zini original zaryadka, polik hamma narsalari bor akalar. Xullas mashina full desak ham bo'ladi. Akalar, xullas shunaqa, bu eng full paysasi 31800 dan rushkasalari bilan eng ultra paysasini eng fullni xarid qilsanglar bo'ladi. Buni maxi ham bor. 30800 dan rushkasi 1 yil garantiya polik zaryadkalar bilan maxini ham qilib beramiz akalar. Keyingi mashinamiz Netail avtomobili. Bu BU Xitoyda yurgan ozgina USB kraskasi bo'lishi ham mumkin. Narxiga keladigan bo'lsak 18 ming dollar. Buni ham narxini akalar ozgina kelishtirib beramiz. Bu gibrid, o'sha 1100 kilometr yuradi. Elektrga keladigan bo'lsa 220-200 kilometr atrofida yuradi. Avtomobildan hozir tayyor nalichada bor. Bemalol kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Ushbu avtomobil ham poligonga boradi. Bu ko'rib turgan avtomobillar ham hammasi poligonga boradigan avtomobillar. Akalar, keyingi avtomobilimiz Naked kompaniyasiga tegishli bo'lgan Neta S avtomobili. Buni narxiga keladigan bo'lsa akalar 28 ming dollar akalar. Mashina o'zi yengisi 35 ming, 40 ming dollar atrofida turadi. Buni yurgan, undan tashqari mana bu joyda eshikda urilgan, ya'ni TDP bo'lgan ozgina joyi bor. Kraska bo'rish ham mumkin avtomobilda. Buni narxini 28 ming dollar kami bor akalar. Bu ham gibrid. Qanaqa paysarligini to'g'risi hali bilmadim akalar. Xudosi o'rganib chiqishim bilan buni sizlarga alohida obzorni qilib beraman akalar. Keyingi mashinamiz Gakayone SP80. Buni ko'pchilik biladi. Buni narxiga keladigan bo'lsa akalar, buni narxi 20500 dollardan xarid qilsanglar bo'ladi. Bu ham nomilarga chiqadi. Keyingi avtomobil trendy hisoblanayotgan Honji EQ5 avtomobili. 500 kilometrlik eng full paysada 1 yil garantiyasi bilan polik zaryadka, hamma bonuslari bor. 19 ming dollarga tayyor notarsigini beraveramiz akalar. Endi bu yoq tomondagi mashinalarga keladigan bo'lsak, Huawei kompaniyasiga tegishli bo'lgan Aito M7 avtomobillari. Bu ultra paisa, narxiga keladigan bo'lsak 37500 dollar akalar. Gibrid 1220 kilometr yuradi, elektrda esa 180 kilometrgacha masofani bosib o'ta oladi. 40 kilovatli batareyaga sig'imiga ega, 492 ta ot kuchiga ega. Bitta motorligiga esa 272 ta ot kuchiga ega, kilovat batareya kilovati bir xil. Buni rasxoti ko'proq bo'lgani uchun bu kamroq yuradi. Bunisi esa 220 kilometrgacha masofani bosib o'ta oladi. Narxiga keladigan bo'lsak, akalar, mana bu ko'rib turgan 4 teladi narxini 30 ming dollardan qilib beramiz. Ustida kelsanglar yana bir ozgina kelishtirib beramiz. Birinchidan narxini 37.500 dollar akalar. Xohlasanglar mana bunaqa oq varianti bor, full varianti bor. Buni ham narxi 37
$500. Bu ham tayyor nalichada bor. Telefon qilsanglar buni ham narxini kelishtirib beramiz akalar. Undan tashqari mana ko'rib turganingizga aytib olamiz. Juda katta partiyada olib kelganmiz. Bemalol aloqaga chiqsanglar, optim narxda, ya'ni birinchi qo'ldan avtomobil xarid qilasizlar. Bular Xitoyda BO yurgan avtomobil hisoblanadi bilsanglar akalar. Ko'pchilik bu avtomobildan bildi ham. Past nomerimizni yozib qo'yamiz akalar. Mana xitoylik akalarimiz o'zidan kelib xarid qilasizlar. Kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta podpiska va like tugmasini bosishni unutmang. Sizlarga akalar eng arzon narxlarda avtomobilda qilib berishga qo'llangancha harakat qilamiz. Sizlar bilan bugun Oyatullo bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar akalar.